har bir inson o'zini potensialini topishi kerak. Ana o'shandagina sizlar katta daromadga chiqishingiz mumkin. O'zi xohlamagan, o'zi yoqtirmagan ishda ishlagan inson hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Biz shuncha praktikamizda ko'rib kelyapmiz. Demak, potensial, ya'ni qalb kasbini qanday qilib topiladi? Qalb kasbini inson o'zini anglagan holatda topadi. Kimdir sotishda zo'r, kimdir reklama qilishda zo'r, kimdir esa tikishda zo'r. Har bir insonni o'zini potensiali bor. Ya'ni inson o'zi nima qila olishini yaxshilab anglab yetish kerak. Misol, men zo'r tikaman, ammo qalb kasbim o'rgatish. Men o'rgatganimda mazza qila olaman va men juda ham yaxshi o'rgata olaman. Aynan mana shu potensialimni inobatga olgan holatida men bemalol tikishdan ko'ra Pareto qonuni bo'yicha 80% daromadni men dars berish bilan ola olaman. Inson har doim o'zini potensialiga yarasha ish qilsaginina u 20% ishlab turib 80% daromadga chiqa oladi. Siz ham qalb kasbingizni topishni istasangiz, albatta kommentga kurs so'zini yozing va adminlarim sizga aloqaga chiqishadi. Hayotgancha yuzimga ishlatgan har bitta mahsulot Nilufar Xonim mahsuloti bo'ladi. Mahsulotlar sotuvda bor. Kimki yangi biznes o'rganishni xohlayotgan bo'lsa, albatta dastur ham mavjud.